Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 28-yanvar haftaning chorshanba kuni 2026-yil. Narxlarni ayting endi. Narxlarimiz mana yangi mollar keldi. Mana shular hammasini Hop, 150 so'm bas. 140 so'm bas. 130 ming so'mdan qilib qo'ydim mana shularni. 130 ming so'mdan aka bash tepapas. Tepapas. Ha. Bitta kelganga, yanimga kelganga bermayman buni. 140 dan beraman. Shu muxlislarimizga 130 ming so'mdan ekan. muxlislarimizga sekin yashirib sotamiz. Mana har xil ranglari, mana boshqa mollarni oling, mana yerlarda mana Mana tovarlar. mana Qoplarda turgan narsa ham shundanmi? ha, hammasi. Angorkalar ekanda, mana angorkalar. Angorka ayollarda shumpir tepapasi. Aksiya. Aksiya qilib o'rganmiz. Bo'ldi mana. Kelaverasizlar, shattamiz. Hoji buvam tanib olasizlarmi? Ha, shu kishi sotyapti. Nomeringiz? 90lik 556 20 81. Shu nomerga telefon qilaverasizlar, mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa. Ayamasdan gazini bosaverasizlar. O tepadagilaringiz nech pul bular? Shular 80 ming, 90 ming, 100 mingdan. 100 minggacha. Holat har xil ekan. 80 ming, 90 ming, 100 ming so'mdan ekan. Ayollar shimbirlari mana shu. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'lyapti. Ertalab 6 da boshlanadi bozor. Kunduzi 11 gacha bozor bo'ladi. Angorka shunaqa kiyimlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bular o'zimizning mahsulot. Donadagi narx etishyapti hozir, Hoji buva.